Gunoh qilmasak biz farishta bo'lib qolardik ekan. Shuning uchun eng yaxshi banda gunoh qilib tavba qilguvchi. Inshaalloh biz tavba qilgani ketyapmiz. Ana endi Madina Munavvarada qilingan amallarimizni qisqa qilib tushuntirib bu tugatilgan bo'lsa, endi bu amallarimizni davomi umra amali. Ya'ni biz Madina Munavvaradan Makka Mukarramaga yo'lga chiqqanimizdan boshlab biz haqiqiy umrani boshlaymiz. Ungacha 3 kun davomida biz faqat ziyoratda, sayohatda bo'lamiz. Shuning uchun qilinadigan amal ana endi boshlanyapti. Ya'ni 3 kun Madina Munavvarada bo'lganimizdan keyin Makka Mukarramaga ertaga biz Makkaga jo'naymiz, tayyorlaninglar deganda kechqurunda g'usl qilinglar. Shamollab qolmasligi uchun bir kun oldin g'usl qilinglar gastinsada. Ertasi kuni aytgan soatda ihromlarni, ya'ni niyat qilgan kiyimlarni kiyib pastga to'planamiz. Hamma narsalar yig'ishtirilgan holatda. 10 minut, 15 minutlik yo'lda Zulhulayfa masjidiga yetib borasizlar. Zulhulayfa masjidida 2 rakat nafl namoz o'qiladi. Nafl namoz o'qib bo'lib, ikki tomonga salom beriblar, o'tirgan joylarda xuddi namozga niyat qilganidek, Ramazon oyi ro'zasini tutishga niyat qilganidek sizlar umra amalini niyat qilasizlar. O'tirgan joylarda. Mana shu qalban ibodat bo'ladi. Allohim, sen uchun umra amalini qilishda niyat qildim. O'zing oson qilgin va qabul qilgin. Mana shu duo o'zbekcha oddiy eng qalban qilingan duo bo'ladi.